Lekin nimaga ergashmaydi? Chunki bosim borligini bahona qiladi. Mayda aytib ko'rchi deydi. O'zing qilib ko'rchi deydi. Ana shunda bilasizki, o'zi hamma balodek biladi, kim haq, kim nohaqligini. Hozir siz so'rayotgan masala ham shunaqa demoqchiman. O'ylamaymiz, o'ylaydi. Lekin tinchlik kerak. Tepadagilar ular xudo urganlar deydi-ku, ya'ni u odamlar odatda bilib turib dinga kurashayotganlar, u xoh diniy tabaqa ichidami, xoh bunaqangaligi, shu zulm ichidagilarmi? Ular aksar odam bo'lmaydi ya'ni. Mana Makka mushriklarni ham qarasangiz, o'shanaqangilar aksar iymon keltirmay o'tib ketdi. Abu Jahl, Abu Lahab, Umayyah ibn Xalaf, Valid ibn Mughira va hokazo. Lekin mana Umar radhiyallohu anhu nimaga iymon keltirdilar? Nimaga Xolid ibn Valid iymon keltirdi? Chunki ular Alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Aytadilar, ba'zida botil ahlini onda-sonda eshitib turaman va bilamanki, botiliga yanada iymonim komil bo'ladi. Biz ularni yo'li xato ekanini bilamiz, ammo ular qanday qilib bilolmaydi yoki noto'g'riligini bilib turib ergashaveradimi? Yoki shu noto'g'riligini to'g'ri deb o'ylaydimi? O'sha ustozlari ham o'ylab qolmaydimi, axir hozir noto'g'ri yo'lda bo'lsam deb. Chin musulmon biladi-ku yo'li xatoligini, so'zidan, tilidan, ko'rinishidan, zohiridan debdilar. Birinchidan hidoyat Allohning qo'lida. Abu Talib bilmaganmi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam haqligini? Bilgan. Va hatto aytgan ham. Hamma biladi aslida meni jiyanim yo'lini to'g'riligini degan. Nimaga kofir bo'lib ketdi unda? Bilib turib kofir bo'laveradi odam. Hatto Firavunlar haqida aytgan Alloh. Vajahadu biha wastayqanatha anfusuhum. Oyatlarimizni inkor qilardilar, ichlarida aniq o'zlari ishonib turgan holda degan. Nega desangiz, zulmun g'ulva degan. Zolimligidan, ya'ni Alloh zolimga shunaqangi tavfiq bermaydi, iymon keltirish, hidoyatlanish tavfiqni bermaydi va o'zini katta olgandan deyapti. Ya'ni kibri bor. Bo'yni eggisi kelmaydi, haqqa ergashgisi kelmaydi. Ana shuning uchun ichida aslida bilib tursa ham lekin chiqib unga kurashaveradi ya'ni. Ikkinchidan, Makka mushriklari haqida hatto Alloh o'zi Qur'onda aytgan, minhum man yu'minu bi va minhum man la yu'minu bi. Mana Yunus surasida kelgan. O'sha mushriklardan kimdir ham iymon keltiradi, kimdir esa iymon keltirmaydi degan buni tafsirda ulamolar aytganki, shuni bir tafsiri, ya'ni iymon keltiradi kimdir deganida bilib turadi haqligini. Buki o'sha odatda o'zini aqlli sanaganlik katakon mushriklar, kofirlar. Va minhum man la yu'minu bi. Va yana kimlari bordirki, unga iymon keltirmaydi deganda esa ular odatda ergashuvchi mushriklar. Ko'r-ko'rona o'zi katakonlarga ergashib, mana shunaqa deyaptimi, demak, mana shu gap to'g'ri deb ketaveradi. O'zi o'ylab ko'rmagandan ya'ni. Endi odam mushriklar haqida hatto shunaqa ekan, ya'ni ba'zilar bor ekanki, bilib turib dushmanlik qilaveradi ya'ni. Ba'zilar borki, katakonlarga ergashib, bilmay dushmanlik qiladi, siyosat ta'sirida deydi-ku. Mushriklarda hatto shunday bo'lgan ekan, boshqalarda ham xuddi shunaqa bo'ladi. Chunki illat bitta, haq botil kurashida, oki, nafslar bir xilligi, zulm va hokazo. Ya'ni hozirgi zamonda ham o'sha haqqa odamlar ergashishlikda mana shunaqa taqsim bor demoqchiman. Ya'ni kimdir o'sha katakonlar bilib turib kurashaveradi o'zi. Ayniqsa mana shunaqangi o'zi dinni ichida, ilmni ichida yurganlar. Ammo uni pastki tabaqasi ko'rmurtlar deymiz-ku, ular bilmaydi rostdan ham. Bular adashganlar deydi, o'zimiz ustozlarimiz to'g'ri yo'lda deydi. Albatta endi bu bunaqangi ko'rlik uzr bo'lmaydi. Odam o'rganish kerak, izlanish kerak. Lekin nega unday bo'ladi degan savolga shu javob mana shunda. Odamlar shunaqa ikki xil tabaqaga bo'linadi. Ergashtiradiganlar bor, ergashadiganlar bor. Ergashtiradiganlar ko'pincha o'zlarini biladi xato yo'lda degan. Lekin nega tark qilmaydi? Chunki siyosiy bosim boshqa o'shanaqa narsalar sababdan. Hatto Makka mushriklari ham aytgan-ku, innattabi'al huda ma'ak. Agar biz sen bilan hidoyatga ergashadigan bo'lsak, bu yerimizda yashay olmay qolamiz biz degan. Ko'ryapsizmi? Ular hidoyat deb aytayapti shuni. Lekin nega ergashmayapti? Bu siyosiy bosim bor deydi. Hozir sen aytgan gaplarga amal qilsak, odamlar biz yashagani qo'ymaydi bu yerda, talab ketadi kelib degan. Hozir ham ko'p odamlardan eshitasiz shunaqa gapni. Ha, sen aytayotgan gaplaringni deydi, haq bo'lsa kelib mayda aytib ko'rchi deydi. Ko'ryapsizmi? Demak, biladi ular haq gapni gapiryapsiz. Lekin nimaga ergashmaydi? Chunki bosim borligini bahona qiladi. Mayda aytib ko'rchi deydi. O'zing qilib ko'rchi deydi. Ana shunda bilasizki, o'zi hamma balodek biladi kim haq, kim nohaqligini. Umuman olganda-da, ya'ni. Lekin shu siyosiy bosimlar sababdan shunaqa inkor qiladi. Va ba'zi odamlar esa o'zini o'sha raqib tarafini ba'zi xatolarini ko'rib qolib, keyin o'sha sabab o'zini o'zi aldaydi va boshqalarni ham aldaydi. Ya'ni har qanday odamda xato bo'ladi, to'g'rimi? Albatta.
va har qanday haq da'vosini ko'tarib chiqqan odamda ham xato bo'ladi. Shunda endi narigi taraf nima qiladi? O'zini haq deb o'ylayotgan narigi taraf ham bu tarafdagi o'sha xatonigina ko'radi. Va unga shunaqa qilib ko'rsatiladi ham kerak bo'lsa. O'sha xato bo'rttirib ko'rsatiladi, yoki raqibini xatosi. Keyin ana o'shanga ko'ra u xulosa chiqarib oladi. Ha, u mana mamlaqa degan, mamlaqa qilgan, bu narsa aniq xato-ku deydi. Rostdan ba'zan aniq xato ham bo'ladi. Lekin endi xo'p, bitta odam bitta xatosi uchun u hamma ko'tarib yurgan da'vosi noto'g'ri bo'ladimi? Ana shu joydan ketib qoladi u. Bu joydan nimaga ketib qoladi odam desangiz, hasaddan ba'zan. Kuyadi ya'ni. O'shanda keyin boshqa hamma narsasini ko'rishni ham istamaydi, eshitishni ham istamaydi-da, shu bilan o'sha o'zini noto'g'ri yo'lini to'g'ri deb yuraveradi. Aslida uni o'ziga ham xuddi shunaqa qilinishi mumkin masalan. Ya'ni uni ham tabiiy xatosi bo'ladi. Uni ham kimdir chiqib faqat xatosini gapirib shunaqa qilsa unga ham yoqmaydi. Va shunday qilishadi ham ba'zan keyin. Ana shundan keyin ko'rasiz, o'sha jamiyatning ichida bir-biriga qaratib o'q otish tugamaydi. Hozirgi zamonaviy urushlarda qarasangiz, u tomondan u, bu tomondan bu tarillatib bir-biriga raketalarni otaveradi. Osmonda raketalar portlab ketaveradi. Lekin hech narsa bo'lmaydi-ku yerda. Ana shunga o'xshab qolgan hozirgi bunaqangi raddiyalashlar ham, u ham tabiiyki nariga raqibini faqat xatosini ko'radi, to'g'risini tan olmaydi. Bu ham raqibini faqat xatosini ko'radi, to'g'risini tan olmaydi-da. Bu unga qaratib, bu bunga qaratib, ana shu xatolarni bir-biriga otaveradi. Insofsizlikdan shunaqa bo'ladi, kuyinchoqlikdan, hasaddan. Aslida bunday qarasa, ikki tomonda ham ba'zan to'g'ri jihati bo'ladi, ya'ni. Haq odam shunda qarab turib, to'g'rini to'g'ri, noto'g'ri noto'g'ri deyish kerak. Muhimi bu narsadan ajablanmang aslida. Ya'ni masalan Dajjal chiqqanda peshonasiga yozib qo'ygan kofir deb. Bitta ko'zi g'ilay. Nimaga odamlar ergashadi unga? Ilohman deganiga nimaga ergashadi? Chunki tinchlik beradi u. Unga ergashgan odamlarga tinchlik, mol dunyo, unga ergashmagan odamlar esa notinch. Mana hozir G'azzadagi holatni qarang, qanaqa shunga o'xshab. Ochlik, qiyinchilik, qahatchilik. Odamlar ko'tara olmaydi bu narsani. Shuning uchun ko'pchilik odam ergashib ketadi. Bu o'zi Allohning imtihon sunnati, ya'ni qonuni. Shunaqa qilib har xil turli narsalar bilan Alloh sinaydi odamlarni. Hozir siz so'rayotgan masala ham shunaqa demoqchiman, ya'ni. O'ylamaydingiz, o'ylaydi. Lekin tinchlik kerak yoki dunyo kerak. Ana shu uchun bilib turib ba'zan ergashaveradi, ba'zan esa o'zini bilmaslikka oladi. Va ba'zan haqiqatan bilmaydi ham. Mana bu pastki tabaqa, eng pastki tabaqali piramidaning tagidagi eng pastdagi toshlar bo'ladi-yu. O'sha bechoralar rostdan bilmaydi. Nimaga desa, chunki ularga faqat yomonlangan, hech qanaqa yaxshilik jihati ko'rsatilmaydi. Ana shundan bilmay ergashib yuraveradi, ya'ni. Va shuning uchun o'sha tabaqada ko'pincha hidoyatlanib qoladiganlar uchraydi. Chunki rostdan bilmay yurgan, unga boshqacha qilib yetkazilingan, keyin bilib qolgandan keyin hidoyat topib qoladi, ya'ni. Shuning uchun musulmon odam asosan ishlashi ham o'sha tabaqa bilan ishlash bo'lishi kerak. Tepadagilar, ular xudo urganlar deydi-ku, ya'ni u odamlar odatda bilib turib dinga kurashayotganlar, u xoh diniy tabaqa ichidami, xoh unaqangaligi, shu zulm ichidagilarmi? Ular aksar odam bo'lmaydi, ya'ni. Mana Makka mushriklarni ham qarasangiz, o'shanaqangilar aksar iymon keltirmay o'tib ketdi. Abu Jahl, Abu Lahab, Umayyah ibn Xalaf, Valid ibn Mughira va hokazo. Lekin mana Umar radhiyallohu anhu nimaga iymon keltirdilar? Nimaga Xolid ibn Valid iymon keltirdi? Chunki ular garchi endi mushriklarning ichida mavqi bo'lsa-da, lekin ular ana shunaqa tepadagilarga qarab dushmanlik qilib yurgan bo'lgan dinga. Lekin keyin o'zi eshitib qolgan, ko'rgandan keyin iymonga kirib ketgan. Umar radhiyallohu anhu qissasida ma'lum-ku, kuyovdan eshitib qolgan, singlisidan degan rivoyatlar bor. Ikrimat ibn Abu Jahl mana. Otasiga qo'shilib kofir bo'lib yurgan, lekin o'zi eshitib ko'rgandan keyin, o'zi tushungandan keyin ergashdi haqqa. Xolid ibn Valid ham xuddi shunday. Otasi Valid ibn Mughiraga ergashib kofir bo'lib yurgan, otam aytayapti, to'g'ri bo'lsa kerak. Lekin keyin o'zi eshitib ko'rdi, bildiki, bu to'g'ri yo'l. Ana shunaqa bo'ladi demoqchiman. Shuning uchun asosan o'shanaqangi odamlar bilan ishlash kerak ekan. Alloh alam.